Namozdan keyin joynamoz ustida yotish onangizning tizzasida yotishga o'xshaydi. Biz onamizning oldida yig'lamasligimiz mumkin, chunki biz uning tashvishlanishini xohlamaymiz. Lekin biz har doim Allohning huzurida yig'lay olamiz. Ba'zida gapirish va tashvishlaringizni so'z bilan ifodalash qiyin bo'ladi. Bunday daqiqalarda siz Robbingizdan ehtiyojlaringiz yoki istaklaringiz haqida so'ramaysiz. Siz shunchaki yotib, bir muddat ko'zingizni yumasiz va Robbingiz sizni ko'rib, eshitib turganini his qilasiz. Bu sizning qalbingiz va ruhingiz uchun dunyodagi eng xavfsiz joy ekanligini his qilasiz. Alhamdulillah. Allohga qayting. Robbimiz hamma ishimizni yengillashtiradi. Inshaalloh. Namozdan keyin joynamoz ustida yotish onangizning tizzasida yotishga o'xshaydi. Biz onamizning oldida yig'lamasligimiz mumkin, chunki biz uning tashvishlanishini xohlamaymiz. Lekin biz har doim Allohning huzurida yig'lay olamiz. Ba'zida gapirish va tashvishlaringizni so'z bilan ifodalash qiyin bo'ladi. Bunday